Men bu yerga kelganimda yuragimda achchiq og'riq, achishtiruvchi og'riq bilan kelgan edim. Bu yerga kelishim bilan xodimlar hammalar iliq kutib olishdi. Kecha operatsiya qilishdi. Hozirgi holatim juda yaxshi. Bu xodimlar, bu yerdagi xodimlar shunaqa shirin so'z, iliq muomala qilib, go'yoki o'zini ota-onasidek muomala qilishib, yaqin tanishidek muomala qilishib juda ham yaxshi shifo ulashishyapti. Bu yerdagi xodimlar hattoki bo'lim mudirlarigacha bemorlarni holidan xabar olib, ularni shikoyatlarini diqqat bilan eshitib, har biriga alohida yondashishadi. Hattoki farroshlar ham shunaqa shirin so'z, hattoki oshxona bekalar ham shunaqa shirin taomlar qilishib, bu klinikaga men juda ham 100% roziman. Olgan muolajalarimdan shunaqangi yaxshi muolaja qilishdiki, men juda yaxshi kayfiyat bilan mana bugun meni vipiska qilishyapti. Men oilam bag'riga, nevaralarim bag'riga qaytmoqchiman.